Asabbuzar harakatlari va ishonish qiyin bo'lgan super gollari Zlatan Ibrahimovichning qay darajada buyuk bir futbolchi ekanligini bildiradi va buni futbol muxlislari yaxshi bilishadi. O'zining borgan barcha jamoasida muammolar chiqaradigan Ibrahimovich dunyoning eng qo'pol futbolchilari ro'yxatidan o'rin olgan. Unga qarshi o'ynagan ko'p futbolchilar orqaga chekinishlarini tan olishadi. Bugungi dasturimizda nima uchun Zlatan Ibrahimovichni bu darajada yomon deyishlariga sabab bo'lgan hodisalarni birgalikda ko'raylik. Birinchi, Zlatanning o'tmishiga nazar tashlasak, nima uchun bu darajada asabiy ekanligini bilamiz. Ibrahimovich qashshoq bir oilada dunyoga keldi. Qiyinchilik va yo'qchilik zamonida yashab, faqat futbol uni umidi va qutqaruvchisi bo'lishini tushundi. Yoshligida bir qancha o'g'irliklarda ayblangan edi. Hatto murabbiyini velosipedini ham o'g'irlagan. Har qanday qulfni ochishga usta edi. Zlatan Ibrahimovich taniqli futbolchiga aylangan bo'lsa-da, kelgan joyini hech qachon unutmadi. Dadasi musulmon, onasi xristian bo'lgan Ibrahimovich oilasi din haqida unga bosim ko'rsatishmaganliklarini tez-tez gapirib turadi. 2014-yil aprel oyida akasidan ayrilib qolgan Ibrahimovich janoza namozida ko'rinish bergandi. Hech bir dinga bog'liq emasligini doim eslatadi. Qo'pol va yomon harakatlari e'tirozlarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, vaqtlar o'tib ko'p insonlar bunga moslasha boshladi. Uni bu qiliqlari insonlar uni yana ham sevishlariga sabab bo'ldi. İnsanlar normalda kamgap va sokin insonlarni yaxshi ko'rishadi va ularga yaqin turishni xohlashadi. Lekin Ibrahimovich bir boshqasi deyishimiz mumkin. Ibrahimovichni ishlari Malmö klubining yoshlar jamoasida hech yurishmadi. Sababi jamoadoshlarining dadalari tinimsiz uni haqorat qilishlari va uni klubdan haydalishini xohlab rahbariyatga shikoyat qilishlari. Aslida ular haqsiz emas edilar. Rostdan ham Ibrahimovich qo'pol o'ynar va qilayotgan qitmirliklari bilan jamoadoshlariga negativ energiya berardi. Lekin Alloh bergan iste'dodi klubi unga sabr etishiga sabab bo'layotgan edi. Ibrahimovich futbolning bir harakatchan hujumchisiga o'xshamasa-da, 1.95lik bo'yi sabab gavdali, lekin shunga qaramay harakatchan bir futbolchidir. Uni devdek ko'rinishi balki futbolchilarning undan uzoq turishlariga sabab bo'lar. Ham asabiy, ham devdek odamga kim yaqinlashishni xohlaydi. Rafael van der Vaart jarohat olgandagi holat hali ham tortishilayotgan mavzulardan biridir. Rafael van der Vaart bu ishni Ibrahimovich ataylab qildi deb hisoblaydi va bu ikki futbolchi o'sha kundan beri dushmandirlar. Ajax, Juventus, Inter, Barcelona va Paris Saint-Germain klublarida oraliqsiz chempion bo'lgan Zlatan Ibrahimovich bu klublarda ham hamma janjallarning tepasida edi. Barcelonada Pep Guardiolaga "Sen odam emassan" deya oladigan birisi edi. Ibrahimovichning bu urgan gollarini aksariyat qismi taekvondo uslubida urilgan. Bunga sabab esa o'tmishida taekvondo sporti bilan shug'ullanganidir. Uni oyog'idagi zarbalari kuchli va xavfli ekanligini ko'p futbolchilar yaxshi bilishadi. 17 yoshligida olgan qora belbog'i sabab Ibrahimovich jang san'atida o'rganganlarini futbolda ham ko'rsatmoqda. Qattiq follari va qo'polliklarini o'rnak qilib ko'rsatib bo'lmaydi. Qo'pol futbolchilar deyishi bilan ilk aqlga keladigan ismlar ichida taekvondo ustasi Ibrahimovich ham bor. Uni aslida bolalikdan qiynalib katta bo'lganligi uchun shundayligini unutmaslik kerak. Agar Ibrahimovich futbolchi bo'lmasa edi, albatta katta jinoyatchi bo'lardi. Mashhur futbolchini yoshligida muzlatkichi kiyim iladigan shkafi bo'lganligini bilarmidingiz? Bunga sabab esa muzlatkichni yeydigan narsalar bilan to'ldirishga puli bo'lmaganligi uchun. Yoshligida yo'qchilik ko'rib katta bo'lgan futbolchi muzlatkichini doim to'latirishni xohlaydi. Xotiniga ham buni yangi oila qurgan paytida tushuntirgan. O'z jinniliklari bilan tanilgan Ibrahimovichni hozirda 2 farzandi bor. Gap farzandlari haqida ketganda, yulduz futbolchini mas'uliyatli ota deyishimiz mumkin. Farzandlariga mehribon bo'lgan Ibrahimovich farzand tarbiyasiga alohida e'tibor beradi. Karyerasining so'nggi davrlarini yashayotgan 37 yoshdagi Ibrahimovich nima bo'lsa bo'lsin futbol tarixiga gapirgan gaplari, ko'rsatgan harakatlari va urgan gollari bilan o'z tamg'asini urib bo'lgan. Do'stlar, siz Zlatan Ibrahimovich haqida qanday fikrdasiz? Shu haqida kommentariyalarda izoh qoldirishingiz mumkin.
Sizlar uchun tayyorlagan dasturimiz shulardan iborat edi. Agar dasturimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.